Muhammad Bobur aka, Makkajo'xoridan 20 tonnagacha hosil olsa bo'ladimi? Nega bo'lmaydi? Albatta bo'ladi. 20 tonnadan ko'p olsa ham bo'ladi. Buning uchun nima ish qilishimiz kerak? Buning uchun yerni haydashimizdan oldin asosiy yerni tayyorlab olishimiz kerak. Buning uchun kamida 20 tonnadan 40 tonnagacha mahalliy o'g'it go'ng chiqarishimiz kerak. Azotli berishimiz kerak dorilardan. Bundan keyin Makkajo'xori chiqdimi, 6-7 sm bo'ldimi, 10 kun muddatda birinchi suvni berishimiz kerak. Makkajo'xori suvni juda ham yaxshi ko'radi bu gibrid urug'lar. Suvdan qolmaslik kerak. Bir kunga ham, bir soatga ham kech qolmaslik kerak. Bundan keyin kultivatsiya qilish kerak. Kamida 3 marta, 4 marta kultivatsiya bo'lish kerak. Birinchi kultivatsiya bilan kaliyli o'g'itlarimiz berish kerak 50 kilo, 100 kiloga. Ikkinchi kultivatsiyamizga ham 200 kilogacha kaliyli o'g'itlarimizni berishimiz kerak. Kamida 7-8 marta sug'orishimiz kerak. Undan keyin NPK mahsulotlarini ham 3 martalab berishimiz kerak agrotexnik tadbir davomida. Unga qo'shib qurtlarga qarshi, hasharotlarga qarshi qo'shib ham dorilashimiz kerak. Agarda shu agrotexniklar o'z vaqtida qilinsa, 20 tonna emas, 25 tonnagacha ham hosil olish mumkin O'zbekiston sharoitida.